Qadrdonlarim, qani biz bismillah deb ishni boshladik. Iltimos qilamizki, videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni qizg'onmasdan bosib qo'ying va bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Albatta sizni e'tiboringizga men sara texnikalarni ko'rsataman. O'sha orada yozib keting, siz texnika qidiryapsizmi? Izohlarda shundaygina yozib keting. Kelgusi videoda inshaalloh shunaqa texnikalarni siz qidirayotgan texnikani chiqarishga harakat qilaman. Do'stlarim, ko'p gapirib o'tirmaymiz. Biz ishni boshladik, ko'rib turgan texnikamiz sotiladi ekan. Akamiz bu haqda ma'lumot bermagan. Imkon qadar ma'lumotlarni olib biz Telegram kanalimizga chiqazib qo'yamiz. Telegram kanal manzili YouTube kanal biyosida o'tib olib ko'rishingiz mumkin. Narxini akamiz 70 million so'm deb baholaganlar. Motor holatlari yaxshi, korobka zadniy moslari yaxshi, balonlari yaxshi holatda deb qoldirgan. Albatta 91 kod bilan 450 1389 telefon raqami qoldiramiz. Aloqaga chiqib ma'lumotlarni olib, borib, ko'rib savdolashib olishingizni so'raymiz, chunki savdoga admin javobgar emas. Bizda shunchaki reklama xizmati, biz savdoga javobgar emasmiz. Do'stlarim, qadrdonlarim, bizga obuna bo'ling. Biz esa sara texnikalarni ko'rsatish uchun davom etamiz. Xo'p do'stlarim, ko'pchilik so'ragan New Holland traktor texnikalaridan ham chiqarib turing aka, iloji bo'lsa deb. Do'stlarim, imkon qadar sizning e'tiboringizga ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Traktor New Holland TD5 holati yaxshi holatda, Sirdaryo, Sayxunobod sirdaryolik akalar bormisizlar? Albatta sizlar uchun mana ajoyib holatdagi texnika. Narxini akamiz 22 ming dollar deb qoldirgan. Kelishamiz degan ma'lumotlar telda. Telefon raqami 97675 0709. Do'stlarim, ko'pchilik savol berishi mumkin. Nima sababdan 22 ming dollar, bundan ham arzonlariga bor-ku texnika deb. Do'stlarim, bu texnika ajoyib holatdagi texnika. Sababi motor korobkalariga hali kulush tegmagan, balonlar deyarli 80-90% yaxshi holatda. Olib soqqani bosib ursanglar arziydi. Texnikani manzilini do'stlarim yuqorida aytdim. Sirdaryolik akalarimiz uchun. Xo'p do'stlarim, ko'pchilik Sirdaryodan chiqaring deganiga mana Sirdaryodan ham texnika chiqardim. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Videoni oxirida eng saralarni ko'rsataman. Hozir e'tiboringizga bitta kombayn ko'rsataman. Albatta hammasi sizlar uchun. Ko'pchilik izohlarda qoldirgan, agar kombaynlardan ham ko'rsating, g'alla terim o'rimlariga soqqani bosay deb yozib qoldirgan ekan. Izohlarda har bir izoh men uchun alohida ahamiyatga ega. Shu sababli bizda borini ko'rsatamiz albatta sizning e'tiboringizga. Xo'p, 2011-yilda ishlab chiqarilgan klass ta'minotlar 130 kombaynimiz holati ideal holatda, hech qayeri ochilmagan, bir qo'l minilgan, narxi 350 million so'm kami bor. Bu ham Sirdaryodan ekan do'stlarim, Sirdaryolik akalarimiz. Agar kombayn qidirib yurganlar bo'lsa, albatta yaqinlaringizga tashab qo'yib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Aloqa uchun telefon raqamlarini qoldirgan akamiz 94 349 97 79. Qolgan ma'lumotlari kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni Telegram kanaliga o'tib olsanglar, oxirgi postlarga mana shunaqa kombaynlardan, saralardan chiqarib qo'yaman. Hammasi sizlar uchun azizlarim. Biz esa davom etamiz. Savdoga admin javobgar emas. Aloqaga chiqib o'zlaringiz kelishib olasizlar. Men esa sizning e'tiboringizga meni texnikalardan ham bir ikkita ko'rsataman. Albatta buning uchun bir donagina like bosib qo'ying. Ko'pchilik izohlarda qoldirgan aka, meni texnikalardan Lovol texnikalardan ko'rsating deb izohlarda konkretni yozgan akalarimiz bor edi. O'shaning uchun bizda oldin yo'q edi, lekin hozirga bor albatta do'stlarim. Hammasi sizlar uchun biz imkon qadar olib chiqarishga harakat qilamiz. Agar topilmaydigan bo'lsa, biz tekinga reklama xizmatidan o'sha texnikasi bor akamizni tekinga bo'lsa ham olib sizlar uchun chiqaramiz. Agar mehnatimizni qadrlaydigan bo'lsanglar, albatta izohlarda omad so'zini qoldirib keting. Buni ma'lumotlari ekraningizda ko'rib turganingizdek, Lavol 404E yangi, kuchi 40 da 4x4 tortadi, holati a'lo, minishga tayyor, kalitga yuradi. Umuman aybi yo'q, toza traktor. Pul zarur, shuning uchun sotilyapti. Narxi 12 ming dollar. Kelishamiz 91 325 91 34 Farg'ona Oltiariqda ekan. Farg'onalik akalar like bosib qo'ying. Texnika holati ideal holatda, umuman gap bo'lish mumkin emas. Soz holatda. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Albatta hammasi Texnika bozorim kanalida. Azizlarim, biz yangi texnikalarni ko'rsatish uchun sizning e'tiboringizga videoni davom ettiramiz. Bu degani Elis traktorlardan ko'rsatamiz degani do'stlarim. TTZ Les Elis traktorimiz, TTZ 100S, TTZ Les, xullas shunaqa texnika ideal holatda. Bunaqa texnikalarni ko'pchilik akalarimiz oramizda tushunsa kerak, sababi bu ideal holatdagi texnika. Bu haqda ma'lumot beradigan bo'lsak, Elis traktor 2018-yilda ishlab chiqarilgan, soz holatda ishga tayyor. Sirdaryolik akalar bormisizlar? Bu texnika ham albatta Sirdaryo Boyovutdan ekan. Motor holatlari ideal, gap bo'lishi mumkin emas, kulush tegmagan, nima deydi? Korobka, zadniy mos bular ham yaxshi holatda ekan. Xullas do'stlarim, buni narxini akamiz 90 million so'm deb qoldiribdi. Kelishamiz deyapti yana. Albatta 94 164 90 00 telefon raqamlarini qoldirgan. Qo'rqmasdan aloqaga chiqib savdolashib olsanglar bo'ladi. Iltimos qilamizki, borib ko'rib texnikani olishingizni sababi savdoga admin javobgar emas. Bizda shunchaki reklama xizmati. Do'stlarim, biz davom etamiz.
Albatta hammasi sizlar uchun. Akalarimiz zil texnikalaridan ham KAMAZlardan ham ko'rsating deb qoldirgan ekan do'stlarim. Bizda borini albatta sizning e'tiboringizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Aynan siz qidirayotgan texnikani. Do'stlarim, bu zil furgon sotiladi ekan. 1986-yilda ishlab chiqarilgan, motor Ural 375 yangi holatda, tormoz KAMAZ sistema qayta jihozi bor. Qiziqqanlar uchun telefon raqamlari qoldirgan akamiz. Narxini $8000 davomimiz o'tadigan joyi bor. Manzil albatta Shevasdan ham bilgan bo'lsangiz kerak. Toshkent shahridan ekan. Albatta toshkentlik akalar izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Men esa balon qismlarini ham bitta ko'rsatay. Balonlar ideal holatda, deyarli 100%, 99%. Narxi $8000, 94 748 oltmish 03 telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar, albatta borib ko'rib savdolashib olsanglar, texnika soz holatda, motorlari, korobkalari chiqazvormaydi deb akamiz qoldirgan. Chotki moshincha. Azizlarim, hammasi Texnika bozorim kanalida. Bizga like bosib qo'ying. Biz esa yana bittasini ko'rsataman shunaqalardan. Albatta bu ham zil sel sotiladi. Bu haqda ma'lumot berishdan oldin bitta pauza qilib, albatta obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, like bosmagan bo'lsangiz like bosib qo'ying va izohlarda omad so'zini qoldirib keting. Men esa sizlar uchun ajoyib va saralarni ko'rsataman. Zil selxoz sotiladi. Memez 554M3 tomonga og'daradi. Albatta buni tushunganlar ko'pchilik akalarimiz oramizda bilishadi. Yili 1991-yilda ishlab chiqarilgan, yoqilg'i, gaz holati yaxshi, narxini $7500 deb akamiz o'zlari baholadilar. Namangan, Chust manzil. Namanganlik akalar videoga like bosib qo'ying va izohlarda omad so'zini qoldirib keting. Shu bilan ozgina deb bo'lsa mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz va kelgusi videolarda saralarni chiqarishga harakat qilaman. Narxi $7500 bo'lgan bu texnikamizga nomer 90740 89 51 telefon raqamlari. Iltimos qilamizki, bekorga bezovta qilmagan holda aloqaga chiqib, realni oladiganlar gaplashib olsanglar bo'ladi. Savdogarning javobgar emas. Texnikani bemalol ko'rib gaplashib olasizlar. Biz esa davom etamiz. Do'stlarim, sizlar uchun saralardan ko'rsataman. Bu texnikamizni akamiz shunaqagina qoldirib, mana shu ma'lumotni qoldirgan, lekin men imkon qadar ko'proq olib Telegram kanalimga ham chiqarib qo'ydim. Bu haqda ma'lumot, balonlari 50-60% yaxshi holatda, kerak bo'lsa realni oladiganlar telefon qilsa, plugi bilan gaplashib ham boraveramiz deb pluglari bor ekan, 3-4 korpus menimcha. Do'stlarim, bu haqda ma'lumotlari yana bor. Albatta buni motorlarni keladigan bo'lsak, motorlari yaxshi holatda deb akamiz qoldirgan, yurib turgan texnika. Kelib ko'rib, xohlagan ustasini olib kelib tekshirib olsa bo'ladi. Korobkalar ajratmaydi, yaxshi holatda, soqqasini bosadigan texnika deb Bizon 4x4 deb qoldirgan va telefon nomeri qoldirdi. Akamiz 93 124 16 95. Azizlarim, bunga akamiz telefon nomeri qoldirgan, narxini qoldirmadilar. Albatta telefon raqamiga aloqaga chiqib, bekorga bezovta qilmagan holda realni oladigan aloqaga chiqib, narxini ham kelishtirib olsanglar bo'ladi. Menimcha jayinda unday qimmat aytib olmasak kerak akamiz. Biz esa davom etamiz. Savdogar men javobgar emas, azizlarim. O'sha orada ko'pchilik qidirib yurgan texnikalardan ham ko'rsatamiz. Albatta kombayn, pakurchiklardan ham ko'pchilik pakurchik, kombayn ekskavatorlar, uzr do'stlar, ekskavator demoqchi edim. Kombayn yuqorida ko'rsatdim. Xullas, pakurchik ko'pchilik so'ragan do'stlarim. Narxi, nomeri, holati haqida ma'lumot beraman. Buning uchun bir donagina like'ingizni qizg'olmasdan bosib qo'ying. Pakurchik 2 kubalik sifati o'ta a'lo darajada bir qo'l minilgan, hali yurmagan desa ham bo'ladi. Soz holatda, balonlari ideal holatda. Realni oladiganlarga narxini ham kelishtirib beraman. Hozirgi narxi, tan narxi $27500 deb akamiz baholadilar. Realni oladiganlar 94 86 83 33 telefon raqamlariga bog'lansa, chiroyli narxlarda qilib beradi. Azizlarim, bizlar shunchaki reklama xizmati, jayinda reklamani ham kankilab olmasak ham imkon qadar ma'lumot berishga harakat qilaman. Motorlari yaxshi holatda bu texnikamizni aloqaga chiqib, bemalol borib ko'rib kelishib olsanglar bo'ladi. Manzilni qoldirmabdi akamiz. Savdogarning javobgar emas, biz esa davom etamiz. Azizlarim, ko'pchilik qoldirgan, bilaman. Va qidirib yurgan texnikalar sizlar uchun Hyundai 140L ekskavatorimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan 26000 motorchasi ekan. Holati zo'r, rasxodi umuman yo'q, vtulka polislari qilingan, yangi kraskadan chiqqan, moy oqadigan joylari umuman yo'q. Realni oladiganlarga $47000 deb baholayapmiz. Oz-moz o'tib beriladi. 94 174 60 63 94 270 22 88 telefon raqamlariga bog'lanib bemalol olsanglar bo'ladi do'stlarim. Azizlarim, videomiz so'ngida iltimos qilamanki, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaray, izohlarda qoldirib keting va shunchaki omad so'zini yozib keting. Negativ yozgandan ko'ra omad so'zini yozib ketsanglar, kelgusi videoda saralarni chiqarishga harakat qilaman do'stlarim. Azizlarim, hammaga omad. Biz esa yangi sara texnikalarni chiqarish uchun
davom etamiz. Hali hammasi oldinda.